qattiqroq. Shirin Chingizli qo'tog'ini og'zingga olganmisan dedi. Ha, rost olganman. Sen bersinmi og'zingga? Uyat. U qo'tog'ni yuzga urish kerak. U narsaga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetmaganlar bodring tiqib Jonim. Yetganlar qayda? Shirinni qadriga men yetaman. Bunaqa ayollar menda buni qadriga yetmasa ko'r bo'laman. Shunaqa o'rta. Shirinni Bular Zokir aka tushunganingiz uchun rahmat akajon, rahmat. Tushunganingiz uchun rahmat. Yashamiz-da. Chig'iz akam qayerda? Men O'zbekistonda, Chig'iz aka Rossiyada. Uydaman. Ey, narigi uyda o'tiribman. Endi shuna deb mehmonlarga dadasi. Siz yotadigan ko'ylagingizni chiroylilarini kiyib keling, ham tez bo'ling, yotamiz. Bugun barvaqtdan yotamiz. Belli nijniy bilyolar kiyib kiryapman. Stringilarni, bodilarni kiyib kiryapman. Chanel parfyumlar sepib qo'yaman. Yoningizga sekin anaqani aylantirib kiryapman. Qamchini qo'limga ushlab olganman. Aylantirib kiryapman. Romantik. Turun. Kabluklarda shunday kravatga kabluk oyog'imni bittasini qo'ydim. Endi o'ping deyapman. Oyog'im kablugimdan boshlab tepaga o'pib chiqyapsiz. Shirin kelib unaqa deb o'rmang bizlarni o'ylagimiz keladi. Ontizga yetdi deydi. Jonim. O'ping. Qattiqroq. Ay, qattiqroq. Ay, bilay. Ha, rosa qichib qoldi. Qashib qo'ymaysizmi kelib? Ey, tavba. Ey, hazil. Opani kitillab peshonasiga surken deydi. Qo'lingizda chap urib yetkizganingga shukurdim. Ay. Voy bella. Nima qo'lingizni ushlab qoldiz, tushunmadim.